Bismillahirrohmanirrohim. At-tawabi'u. Tavobi'lar. Va ila huna tamma lana ma'rifatu jami'i mawadi'ir raf'i wan nasbi wal jazmi wal jarri. Mana shu yergacha biz uchun raf, nasb, jazm, jarr o'rinlarini hammasini bilishlik tugadi. غير أنه قد يسري إعراب الكلمة على ما بعدها بحيث ترفع عند رفعها وتنسب عند نسبها وهكذا. lekin goho bir so'zning i'robi o'zidan keyingi so'zga surilib o'tadi. Shu haysiyatdaki avvalgisi rafligida keyingisi raf qilinadi, nasb paytida nasb qilinadi va shu kabi. Va yusamma mutaakhiru tabi'an. Keyingisini tobi deb ismlanadi, ya'ni ergashuvchi. O'zidan oldingisini e'robiga ergashuvchi deb aytiladi. Vattawabi'u arba'atu anwa'in. Tavobi'lar 4 navdir. Iza rufi'atil kalimatu aw nusibat aw jurrat بسبب وقوعها في موضع من المواضع التي سبق لنا بيانها يقال إن إعرابها أصلي. Agar bir so'z yuqorida bizga bayoni o'tgan o'rinlardan bir o'ringa tushganligi sababli raf o'qilsa yoki nasb o'qilsa yoki jar o'qilsa, aytiladiki albatta uni i'robi aslidir deb. Hunalika i'robun yuqolu lahu tabi'iyyun. Bu o'rinda yana bir i'roblar borki, uni tabi'iy, ergashuvchi deb aytiladi. ولا سبب له إلا وقوع الكلمة بعد ما له إعراب أصلي. Uni nega shunday o'qilganligiga biror sabab yo'q, faqatgina asli i'robi bor so'zdan keyin tushganligi sabab xolos. فيرفع المتأخر أو ينسب أو يجزم أو يجر تبعا لما قبله. U ismni keyingi ismni keyingisini raf o'qilinadi yoki nasb yoki jazm o'qilinadi yo jar o'qilinadi o'zidan oldingiga ergashtirgan holda. Valizalika yusamma tabi'an. Mana shuning uchun uni tabi', ya'ni ergashuvchi deb ismlanadi. Va qad arafna al-i'rab al-asliyata lil kalimati. Batahqiq biz so'zlarga asli i'rob o'rinlarini bildik. Amma al-i'rab at-tabi'i fayakunu fi arba'ati anwa'in. Ammo ergashuvchi tabiiy i'roblar 4 navda bo'ladi. An-na'atu. Naw'un yusamma na'atan mislu aqilun va jahilun min aduwwun aqilun khayrun min sadiqin jahilin. Bir nav na'at deb ismlanadi. Mana bu aqilun va jahilun lafziga o'xshashki, mana bu jumlada aqlli dushman yaxshiroq, johil do'stdan deganda. Aduvun aqilun mavsuf sifat bo'lib turib mubtado, xoyrun xabari. Min harfi jar, sadiqin majrur, sadiqin mavsuf, jahilin sifat. Mana jahilun sadiqinga ergashyapti. Iza laqita kisan fi at-tariqi wa sami'ta insanan yaqulu dha'a li kisun. San yo'lda bir hamyonni topib olsang va eshitsanki bir odam aytayaptiki, mani hamyonim yo'qoldi desa, fala yasihu an tu'tiyahu al-kisa mu'taqidan annahu lahu ma lam yubayyin sifatihi al-khassata bi. Senga durust bo'lmaydi unga ishongan holda u hamyonni unga bermoqliging, modomiki u kishi o'sha hamyonni xos sifatini bayon qilib bermasa. كأن يقال ضاع لي كيس صغير أسود مثلا. go'yoki mana bunday deydiki, mana kichkina qora hamyonim yo'qoldi deydi masalan. Zo'a beda mana fe'l, li jori majrur, kisun zo'ani foili bo'ladi. Sag'irun kisunni sifati, asvadu bu ham sifati bo'ladi. Falafsu sag'irun va nahvuhu yusamma na'atan aw sifatan. Sag'irun lafzi va shunga o'xshaganlar na'at yoki sifat deb ismlanadi. Va yajibu fihi ar-raf'u hina izin taba'an lil lafzi kisun
al-marfu'i ala annahu fa'ilun. Bu o'rinda raf o'qishlik vojib bo'ladi. Foillikka binoan raf o'qilgan kiysun lafziga ergashganligi uchun. فإن نصب الأول نصب الثاني تبعا له. Agar birinchisi nasb o'qilinsa, ikkinchisini ham nasb o'qilinadi unga ergashtirgan holda. Ka'an yaqula faqaddu kisan sag'iran. Go'yoki aytadiki, kichkina hamyonni yo'qotdim deydi. Falabzu kisan mansubun ala annahu maf'ulun bih. Bu jumlada kisan lafzi maf'ulun bihga binoan nasb o'qilgandir. Va sag'iran na'atun lahu mansubun. Va sag'iran lafzi unga sifat na'atdir, nasb o'qilgan ergashtirib. Va kazalika fil jarri nahu as'alu an kisin sag'irin. Shu kabi jar o'qishlikda ham mana bu misol kichkina hamyon to'g'risida so'rayapman. Falabzu kisin majrurun bi an. Bu yerda kisin lafzi an bilan jar o'qilgandir. Va sag'irun na'atun lahu majrurun. Sag'irin bo'lsa o'sha kisinga na'at sifat unga ergashtirib jar o'qilgandir. Va mislu kisin sag'irun va rajulun qasirun. Pakana odam va aliyunut tojiru savdogar Ali va hasanunul katibu yozuvchi Hasan va aduvun oqilun aqlli dushman va sadiqun jahilun johil do'st va ma ashbah zalika min al asma'i dallati ala sifati ma qablaha. Shu kabi shunga o'xshash har bir ismiki o'zidan oldingi ismni sifatiga dalolat qiluvchi bo'lsa, oldingiga na'at sifat bo'ladi. Tamrinun mashq. Idbit bil qalami lafza al adili fi hadhihi al amsilati. Bu misaldagi adil lafzini qalam bilan chiz. Al-imamul adilu mahbubun indallohi wan nasi. Adolatlik imom Allohni va insonlar huzurida muhabbatlidir. Al-imamu mubtado, al-adilu uni sifati raf bo'lyapti mubtadoga ergashib. Mahbubun xabar. Indallohi muzof muzofin ilayh bo'lib turib zarb vav otifa annasu ma'tuf. Yuzillullohul imamal adila yawmal qiyamati. Alloh taolo odil imomni qiyomat kuni soyalantiradi. Yuzillu fe'l Allohu foili lafzi, al imama bu maf'ulun bih, al adila imomga sifat. Ana shuning uchun maf'ulga ergashib nasb bo'lyapti. Yawmal qiyamati izofa bo'lib zarf. Tas'adul ummatu bil imamil adil. Ummat adolatlik imom bilan baxt saodatlik bo'ladi. Tas'adu fe'l, ummatu foili, bil imami jori majrur, al imamu mavsub, adil sifat ana jarga ergashib jar o'qilyapti.